Men go'shtcham nima yeding? Boshqacha ekan go'shting. Mazali edi. Men tuyma qo'lim endi. Nima go'shtcham yeb qo'yding hozir? Shuncha katta go'sht yeding, hech narsa qilmaydi. Voy. Maftun, nima bo'ldi senga Dugonajon? Alvido. Men o'lsam kerak. Suyaklarim mo'rtlashib, hech qayerim ishlamayapti, immunitetim tushib ketgan. O'shanda meni go'shtchamni yeb qo'ydi. Agar yemaganingda mana shu ishda bo'lmasdi. To'g'ri, lekin bu yer tish doktori-yu, zubnoy. Kalla ishlaydimi? Doktor deyapman, doktor. Davolaydi. Ko'rmayapsanmi? Voy master. Necha yildan beri navaraga zorman o'rtoq. Bu kelinim jonivoram bitta chumchuq ham tuqqani yo'q. Ibi oyijon, men tug'aydim, qachonlar tug'aydim. 3 yil oldin dugonam bilan ovqat o'tirgan paytimiz meni go'shtchamni yeb qo'yganda, o'shandan. Agar siz bo'lganingizda bunaqa bo'lmasdi. Stop. Молодцы. Zo'r. Imona, молодец. Zo'rinadan aka? Zo'r o'ynaydi o'zi Imona. Bu qizni ovqatlanayotganimizda men go'shtchamni yeb qo'yganda o'shanga yaxshi o'ynayapti. Xonsaroy uylari eng sifatli uylardan va hamyonbop narxlarda. Agar men ham imkoniyatim bo'lganda hoziroq xarid qilgan bo'lardim. Hozir psixikam biroz shikastlangan, yoshligimdan travmalarim bor. O'shanda eng yaqin do'stim go'shtimni yeb qo'ymaganda, hozir hammasi boshqacha bo'lgan bo'lardi. Hozir ham eslasam ko'zimga yosh keladi. Maylimi, kamerani o'chiraylik, men o'zimga kelib olishim kerak. Rahmat.